Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar tarbiyatiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Vali kantondagi Verkoran deydigan tog'liq kentda. Hozir tog'ning ustiga chiqib ketyapman. Ya'ni Khadu Midi deydigan cho'qqa. Bu cho'qqining egizligi 2300 metrlar. Aşılı şu cho'qqiga chiqib Yapon Rozining Sabit Damullam Kim namlıq əsərinin ən axırqı bölümünü oxub beraman. Bugün hava bəkmi çıraylı olub atdı. Nə oldu? Aş cho'qqiga chiqimiz mana. Qarag'ay degan ajoyib xosiyatli daraxt, ha? Qishmi yoz qaddini ruslab yap-yeshil turgan. Ana yetib keldik. Bu mana şu 2330 metr egizlikdagi Khadu Midi degan cho'qqa. Ama bugün bu yer bek qizib ketibdi. Ay bu yerda asar o'qish imkoniyat bo'lmadik. Odamlar chiqgan. Parapont qildilar. Maşkilen uçuş için tayyorlik qilib yetibdi. Mayaqni tassam, texnik yaxshi aniq chiqadi. Bu bayqaldi. Shamol ancha kuchli emasga bugun. Ali, qani. Ma bu. Hop. Yaraydı. Mana. Allah yol bo'lsin. Men bir qaytim uchib baqqan ajoyib esil sezim bo'ladi. Ali. Voilà. Yani bir uçup ketdi. Bu yerda asar o'qish mumkin emasga, shuni cho'qqiga chiqib o'qib beraman. Uyaga endi yamishib chiqishga to'g'ri keldi-da, piyoda. Yana bir cho'qqiga chiqib, yaxshi joylashib oldim. Mana shu go'zal manzarada, tog'ning sap havosida Yalqin Rozining Sabit Damullam Kim nomli asarining eng oxirgi bölümünü o'qib beraman. Xo'sh. Bu yeni hükümet kurulgandan keyin 11 ayının 15 günü gezitning nomini Erkin Türkistan deb o'zgartib nashr qilgan. 7 ayının 21 gündən beri Sharq Türkistan hayoti deb nashr qilinib kelayotgan gezitning nomining birdinla Erkin Türkistan deb o'zgartilishidan Sabit Damullamning pan-türkizmlik ideyasi to'liq aks etib turadi. Chunki Sharq Türkistan degan tor uqum bilan Türkistan degan keng uqum o'ttirisidagi farqning nemadan derak berdiganligi hammaga ayon. Yeni hükümet kurulup nomi o'zgartirilgan bu gezitning birinchi betiga Qashqarda hükümet qurilishi degan xabar berilgan. Nima uchunki sahifa nomidan dini degan so'z chiqarib etilgan. Bu hükümet kurulgandan keyin yana darhol Sharq Türkistan Islom Cumhuriyeti degan xat bor qog'oz pul besib tarqatgan.
İstiqlal Mecmuasi degan yerim aylık jurnalini chiqarib, hökumətinin təşkili, asosiy qonuni, davlat she'ri, davlat bayrog'i, davlat belgisi qatorliqlarni e'lon qilgan. Bu majmuaning shuarini dinda, tilda, dilda, fikrda, ishda birlik deb bekitgan. Sofizoda degan kishi bosh muharrir bo'lgan. Bu yangi hukumat xo'tallik Qosim Hoji degan kishini tashqi ishlar ministerligiga tayinlab, darhol chet elga yo'lga selib, qoral setib olish, chet el hukumatlarining qo'llashini qo'lga keltirish ishlarini bajarishga avatgan. Sabit Damollam bu yangi hukumatning mavjud bo'lib turishi uchun harbiy jihatda kuchayish eng muhim ish deb qarab, umidni Oqsuda turayotgan Xo'ja Niyoz Hoji bilan Mahmud Muhitiga bog'lagan. Shuning bilan u bir necha vakilni Uchturponga berib, Xo'ja Niyoz Hoji va Mahmud Muhitlarni Qashqarga taklif qilib kelishga avatgan. Xo'ja Niyoz Hoji bu yerda Sovet ittifoqi taraf bilan 80 qo'yga 1 miltiq tegishish usuli bilan sodalashib, 80 ming qo'yga 1000 tal miltiq. Har bir miltiqqa 500 paydın o'q topshirib olish sodasini bajarib Xo'ja Niyoz Hoji bilan Mahmud Muhiti Sabit Damollam avatgan vakillardan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilganligini anglab, buningga so'g'uq ifoda bildirgan. Shundaqdimi Qashqarga berishni to'g'ri tepib, 1934-yili 1500 dan ko'proq otliq askar bilan Atushga yetib kelgan. Ular Atushning Tijan kentida Ahmad Hojim, Yoqub Hojim degan boylarning qo'rosiga tushgan. Sabit Damollam qatorliqlar Qashqardan Atushga chiqib, Xo'ja Niyoz Hojilar bilan Tijanda ko'rishgan. 2 kundan keyin Xo'ja Niyoz Hoji bilan Mahmud Muhiti Qashqarga kirgan. Levzi Shao apandi bu to'g'riliq undaq yozgan. Xo'ja Niyozning zo'r qo'shinni boshlab Qashqarga kirishi Qashqarda eng cho'ng ijtimoiy xabar bo'lib qolgan. Sabit Damollam ahvolning bundaq bo'lishini zotli umid qilmaydi. Xo'ja Niyoz bilan Mahmud Muhiti boshlamchiligidagi 1500 dan ko'proq otliq askar uzoq muddatlik amaliy jang tajribasiga ega. Qurallari xil, harakati chaqqan bo'lg'ashqa, uning ustiga Xo'ja Niyozning Qashqardagi Uyg'urlar orasida yuksak obro'y bo'lg'ashqa, Sabit Damollam Xo'ja Niyoz Mahmud Muhiti qismlarining haybat bilan Qashqar Ko'ni shahriga kirishini o'z mayliga qo'yib atgan. Mayada Xo'ja Niyoz Hojining Qashqarda tushgan bir surati bor ekan. Ko'pincha materiallarda Sabit Damollam bilan Xo'ja Niyoz Hoji başdan axir fikri birligi hosil qila olmagan. Bo'libmi, yangi qurilgan hukumat masalasida ikkisi ikki maydonda turgan deb yozilgan. Lekin Abduniyoz Kamal va uning faoliyatlari degan maqolada ularning yangi qurilgan hukumat masalasida hamkorlashganligiga munosabatlik mundaq uchur berilgan. Ya'ni 1934-yili 1-oyning oxirida Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati hukumati Musul Hojini boshliq, Ahmad Paxtini muavin boshliq qilib, har sohadagi zotlardan 3 kishini qo'shib, jami 5 kishini birinchidan hukumatni qo'llashni talab qilish, ikkinchidan Sovet ittifoqidan qurol setib olish, uchinchidan savdo to'xtami imzolash maqsadida Toshkentga avatganida deb yozilgan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Majuniyinga o'chmanligi kuchlik Xo'ja Niyoz Hoji Mahmud Muhiti boshchiligidagi qismlarni Majuniyinga tava Majansong kuchlarini yo'qotishga buyurgan. Mahmud Muhiti qo'mondonlik qilgan qism dastlab orqa-orqadan g'alaba qilib, shahar sirtida mudofaada turgan Majansong qismlarini yangi shahar sepili ichiga chekindirgan. Bu hol atalmish Sharq Turkiston hukumatining haybasini kuchaytgan. Yangi shahar sepili ichiga qapsilib qolgan kuchlar nima qilarini bilolmay qolgan. Shuningdan keyin sepil ichiga kirib, Majansongni yo'qotish maqsadidagi bir necha qitimli hujum tashkillangan bo'lsa-mu, kutmaganda Majuniying avatgan 2000 kishilik yordamchi qo'shin Mashiming boshchiligida Qashqarga yetib kelgan. Buning bilan Qashqarda Majansong, Mashiming va
Maşavuga qarashliq askar 6000ga yetgan. Bu xil kuch farqi Qashqar vaziyatini tubdan o'zgartib etgan. 1934-yili 2-oyning 6-kuni Maşiming Majansang bilan birlashib Qashqar shahriga hujum qilgan. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining odamlari Qashqardan chekinib chiqishga majbur bo'lib, Xotan Islom hukumatining askariy kuchlari tizginlab turgan Yakanga yo'l olgan. Xotan Islom hukumati shu chaqda Charchandan Yangisargacha bo'lgan joylarni tizginlab turib. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mohiti maslahatlashib, Sovet ittifoqi bilan Jungo chegarasiga joylashgan Arkashtam degan yerga berib, Sovet ittifoqi hukumati bilan Uchturpanda sodlashgan qurol yaroqlarning qolgan qismini elib, o'zini kuchaytmoqchi bo'lgan. Ular Yakandan yo'lga chiqib, Fayzivatda Maşiming qismlari bilan tutishib qolgan. Natijada mag'lub bo'lib, Mahmud Mohiti Yangisarga chekingan. Xo'janiyaz hoji 100 odami bilan Otishning Og'u tog'lari va Ulug'chat yo'li orqali Jungo Sovet chegarasidagi Arkashtamga kelib, Sovet ittifoqi odamlari bilan ko'rishgan. Bir necha kunlik suhbat orqali Xo'janiyaz hoji Fukang putumi bo'yicha Shingshay bilan ittifoqlashib, muavin o'lka raisi bo'ladigan. Mahmud Mohiti Qashqarda hukumatga tava 6-diviziyaning boshlig'i bo'ladigan. Sabit Damollan boshliq Sharq Turkiston Islom hukumatining ma'muriy va harbiy amaldorlarini qo'lga elib, Shingshay hukumatiga topshirib beradigan. Ondan Sovet ittifoqi Xo'janiyaz hoji qismlariga qurol yaroq jihatda yordam beradigan bo'lib kutishgan. Yuqorqidek o'rtaq to'nish hosil qilingandan keyin Xo'janiyaz hoji Sovet ittifoqi taraf tarbiyalagan Ishoqbeg qatorliq kishilar bilan 4-oyning 1-kuni Arkashtamdan ayrilib, Opal orqali Yangisarga kelib, Mahmud Mohiti bilan uchrashgan. Mahmud Mohiti Yangisarda turayotgan chaqda Muhammad Emin Bug'raning Yangisar sepilini qo'g'dayotgan inilari Shoh Mansur Abdullah bilan Amir Sahib Nur Ahmad Maşiming qismlarining kuchli hujumida o'lib ketgan. Mahmud Mohiti Xo'janiyaz hoji bilan uchrashgandan keyin 4-oyning 7-kuni Yakanga qarab yo'lga chiqqan. Ular Yakanga borgandan keyin Sabit Damollamning turayotgan yerini aniqlagan. 4-oyning 13-kuni Mahmud Mohiti 200 dan ko'proq askar bilan berib, Sabit Damollam, Zerib Qarahajim, Sultonbek uchaylanni qo'lga olgan. Shuning bilan atalmış Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining umri oxirlashgan. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mohiti ularni elib, Shingshay hukumatiga topshirib berish uchun Aqsuning Ovat degan yeriga kelganda, ularni Aqsuda Sovet Qizil armiyasining Majuming qismlarini yo'qotish urushiga bevosita qo'mondonlik qilayotgan Sovet ittifoqilik maslahatchi Malikov odam avatib kutib olgan. Malikov Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mohitining Sovet ittifoqining O'rta Osiyodagi respublikalariga intayin yomon ta'sir bergan ham Sovet ittifoqiga dushmanlik bilan qaraydigan atalmış Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining oliy rahbarlarini tutib kelganligidan qattiq xo'shal bo'lgan. Liuza Shavapandining yozishicha, Malikov shu maydonda Xo'janiyazning o'lkalik hukumatining muavin raislik vazifasini o'tkazib olishini, Mahmud Mohitining darhol qismlarini boshlab Maralbeshi oldingi sepiga o'rinlashishni talab qilgan. Shuningdan keyin Mahmud Mohiti Qashqarda 1937-yili to'rtinchi oygacha diviziya boshlig'i, ya'ni Shijang bo'lib turgan. G'alat yeri shu bo'lganki, Shinjongning Mingu davridagi tarixi degan kitobda
Şingshey bilen kelişelmey 1937-yili chet elge qechib ketgan Mahmud Mohitining 1939-yili 12-ayda Yaponiyada Sharqi Turkiston mustaqilligini ilgari surish uyushmasini qurib, o'zi uningga rais bo'lganligi yozilgan. 449-bet. Sabit Damollam qurgan Sharqi Turkiston Islom Cumhuriyeti mezgilida nashr qilingan Erkin Turkiston degan gazetining nomi Yangi hayotga o'zgartirilib 1934-yili 23-avgustdan boshlab yanala Qutlug' Shavqining bosh muharrirligida 1937-yilning o'ttirlarigacha davomli nashr qilinib turgan. Şu yılının ahirleri Qutlug' Shavqi qo'lga elinib o'ldirilgandan keyin ondan Şinjan Qashqar geziti degan nomda nashr qilinishga boshlagan. Bir yo'q, hara. Sabit Damollam Aqsuda o'lkalik hukumat qismlarining qo'liga topshirilgandan keyin Urumchiga elib kelinib, ikkinchi turmaga qamalgan. Sabit Damollam turmaga qamalgandan keyin Nanjingda Gomindan hukumatining himoyasida turayotgan bölgünchilik ideyasi kuchlik Mas'ud Sabiri bilan Aysa Altekin uni o'zlari chiqarayotgan Tianshan nomli qaralsiz jurnalda maqtab uchirib tashviq qilgan. Chunki Şingshey Nanjingdagi markaziy hukumat bilan qarshilashib turayotgan. Ularning o'rinlashtirilishini rad qilib kelayotgan bo'lg'achqa Nanjing hukumati uning dushmanlarini o'ziga do'st hisoblaydi. Shunga Mas'ud Sabiri bilan Aysa Altekin Nanjingda aymanmasdan Sabit Damollamni maqtab maqola yozib e'lon qilgan. Sabit Damollam Urumchi 2-turmada 1941-yili 58 yoshida qazo qilg'icha qamoqda yotgan. Junxua elining manfaatiga va siyosiy irodasiga tamamen zid yo'l tutib mag'lub bo'lib, oxirida hayotini turma kamerda o'tkazishga majbur bo'lgan donglik bo'lgunchi Sabit Damollam kamerdagi kunlarida o'zining diniy olimlik salohiyatini esiga elib, Qur'on Karimni Uyg'ur til yoziqiga tarjima qilishni o'ylagan. Aytishlar qaraganda G'ulja xuyzularidan bo'lgan Uyg'ur tilini ona tildek pishiq biladigan turma boshlig'i Lubindi uning talabini e'tiborga elib, Qur'on Karimni tarjima qilishi uchun imkoniyat hozirlab bergan. Sabit Damollam bu tarjima tafsirni tamomlab, uni Roshan Bayon Turkiy Tafsirul Qur'on deb atagan. Kitobiga yozgan kirish so'zida u her saadetning yulduzi, her şarapetning yildizi, her ilim ma'rifatning dengizi, hikmet ve adaletning tarazisi shaksizki Qur'on hekimdir. Bu Qur'on hekim Xudoning kalomi bo'lg'ash, bandining uni bayon qilmaqi favqulodda qiyin edi. Kamina bu maydon kishilaridan bo'lmasammi? Ve mening ishim ojizlik va kamchilikdan boshqalarning ishlaridek sifatlik bo'lmasimi? Lekin har kishiga o'z qudratiga beqib din, millat uchun xizmat qilmoq bak zarur bo'lgan sababdan Qur'on hekimni nozirlar, ya'ni o'qirmanlar malol bo'lg'idek uzun qilmay va ma'nisiga daxli bergudek qisqa qilmay o'ttir hol biri tafsir qilsam deb ko'p zamondan beri xiyol qilib uzun qisqa tafsirlarni to'plab uningdan istifoda qilgan edim. Hamdu sanoning egisiga cheksiz hamdu sano bo'lsinki, Xudoning lutfi inoyati bilan va tavfiq hidoyati bilan hikmatlik nozirlarning ko'ngillari xursand bo'lg'idek ziba bir kitob bo'ldi deb izohat bergan. Bu tarjima tafsir to'g'risida keyingi kunlarda nashr qilingan kitoblardami ma'lumotlar bor. Masalan, Jungoda ta'siri zo'r Xuyzu diniy olimlardan Feng Jinyuan bilan
Чин Гуаңян түзген бүгінгі Jungo нәшрияты нәшір қылған ислам дініға даир суал-жауаплар деген кітапта Jungo'da Kur'an Kerim'nin Uygurca qandaq tərcümə nusxaları бар деген бір суал бар. Abdurlar bu sualға yazған cavabıda 5 tərcümə nusxası бар деп tilg'a elib, 4-chi nusxasini Roshan Bayan Türkiy Tafsirul Qur'on degan nomda Sabit Damollam tarjima qilgan deb ko'rsatgan. Abdurlar texmi aniq qilib bu tarjima tafsir yuqori sifat, cho'nqur hikmat bilan ishlangan bo'lib, kishilarning umumyuzlik qarshi elishiga erishgan. Sabit Damollamning G'uljida o'ltirishliq o'g'li Hoji Abdulla 1961-yili bu tarjima tafsirni Xinjiang Millatlar tadqiqot o'rniga taqdim qilgan deb yozgan. İslam diniga doir savol-javoblar degan bu kitobni Uyg'urchaga tarjima qilgan tarjimon Ablajan Kerem Chin Guangyanning yuqorqi bayoniga mundaq izoh bergan. Sabit Damollam bu tarjima tafsirni Shingsayning turmisida ömrüning oxirgi mezgillarida 10 necha daftarga so'zsin siyohliq qeyrindosh bilan ishlab tamomlagan. Bu tarjima tafsirining 30-chi parisi 1948-yili G'uljada 3 viloyat hukumati tarafidan besib tarqitilgan. Bu yerda bir kichik izohat borken, ya'ni Sabit Damollam Shingsayning turmisida tarjima qilib tamomlagan Roshan Bayan Türkiy Tafsirul Qur'on nomli bu kitobning G'uljada qanday paydo bo'lib qolganligi aniq emas. Bu to'g'riliq ikki xil tushuntirish bor. Biri turmidoshlari G'uljaga elib kelgan deyiladi. Yana biri 1944-yili 10-oyda Nilqida 3 viloyat inqilobining tunji o'q ovozi yangrag'andan keyin Urumchidagi jiddiylashgan Gomindang hukumati tezlikda G'uljilik Xuyzu Liubindini iliga muavin vali qo'shimcha viloyatlik soqchi idorasining boshlig'i qilib avatgan. Liubindi G'ulja mo'tavarlarining ko'nglini uchish uchun Sabit Damollam tarjima qilgan kitobni opirib ularga taqdim qilgan. Liubindi shu yili 11-oyning 8-kuni partizanlar tarafidan etib o'ldirilgan. Bu bir kichik izohat ekan. Xo'sh. Xuloslaganda Sabit Damollamning siyosiy hayoti kishini o'kindirsa-mu, ammo uning diniy hayotini bir diniy olimning muvaffaqiyatli mujassamlangan hayot deyishga bo'ladi. U zamonasida tafsirshunos, islom dini tarixchisi va arab tili mutaxassisi sifatida to'nilgan olim edi. Ammo u 1930-yildan keyin bölgünçilik yo'lini tanlab, dangliq bölgünchiga aylangan. Bu nuqtada uningga Liu Xianghui bilan Qin Wugoning Mas'udning butun umrini nobud qilgan xato tanlashi degan maqolasidagi munu baho muvofiq kelsa kerak. Mas'ud kichik vaqtida nihoyat aqlli bo'lib, o'qish natijasimi yaxshi edi. O ilim yo'lida davomli izlangan bo'lsa, bir avlod dongliq doktor yoki xalqqa baxt yoritadigan mashhur olim bo'la oladi. Ammo u o'rganganlarining hammasidan voz kechib, xalqqa malamonchilik, mushkulot elib keladigan barsi kelmas tuyuq yo'lga mangdi. Qisqasi, Xinjiangning 20-asr tarixidagi ta'siri eng yomon vaqa hisoblanadigan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurg'uvchisi Sabit Damollam diniy olimdan tipik bo'lgunchiga aylanib, hayotini turmada oxirlashtirgan. Sabit Damollam turmada kesili eg'irlashib, sakratga tushib qolgan kuni kashqurunda uni 3 soqchi Nusilkada Nanmandagi masjid, ya'ni hozirgi Xontangri masjidga ko'tirib kelib, masjidning mo'tavallisi Rahim Niyoz qoriga oxiratlik ishlarini bejirib dafn qilib qo'yishni topalagan. Masjid jamoati orasidagi ba'zi kishilar Sabit Damollamni to'nib qolgan. Shu kechasi Sabit Damollam jon taslim qilgan.
Әтісі мәсжид жамааты оның намазını düşürüp, meyitini hazırki Şinjan Təcrübə Otura Məktəbinin ornidiki qəbristanlıqqa dəfn qılğan. Keyin bu qəbristanlıq Şamalbaq tərəfdəki döngə köçürülgəndə qəbristanlıqның şeyxi Kerem Şeyx degan kishi ustixinini köçürüp qəbir taş tikləb qoyğan. Sabit Damollamның qəbrisi 2008 yılıgacha Şinjan Radio, Kino, Televiziya idarəsinin yenideki Şamalbaq Ammevi qəbristanlığıda saqlanıb turğan. 2011 iyunda yazıldı. Bu maqalның ahırға Yalqın Rozi yana paydalanmaları deb 20 ga yaqin kitap, maqalalarning isimlerini kirgizgan. Bularni birdan o'qib o'tirmay. Mana. Shunda qilib Yalqın Rozining Sabit Damollam kim namlıq əsrini o'qib tugatdik. Ehtimal kitap o'qish munbirimizga diqqat berib atgan qeyrindoshlar arasida ko'pinglar Sabit Damollamning kimligini bilishinglar mumkin. Ammo menga o'xshash az bir qism qeyrindoshlar ehtimal bilmasligi mumkin. Shaxsan men bir necha yillar ilgari Yalqınning bu asarni o'qishdan burun Sabit Damollamның kim ekanligini bilmaydim. Shundaqla bo'libmi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatininki qurilish haqidagi uchurlardan faqat xabarim yo'qdi. Yalqınның bu asari orqali bu haqda azroq bir bilimga erishganman. Yalqınның bu uyg'unib atgan Ajdod ruhi degan kitobidan hozirgacha xeyli ko'p asarlarni o'qib berdim. Buningdan keyin davomliq yana asarlarni tanlab o'qib beraman. Ilgari har qatim Urumchiga borgan vaqtimda Yalqın bilan ko'rishib, nashr qilgan kitoblarni o'z qo'li bilan beratdi. Qo'limdagi bu kitobni, masalan, uyg'unib atgan Ajdod ruhi degan kitobda Yalqınның shundoq chiroyli bir sözü var. Gösterip koyayım. Nuriye'ge yadigar. Gül hergizmi çıraylık joyini tanlab unmaydi. Belki ungan joyini çıraylık qiladi. Esil odamlarmi dal shundaq. Yalqın Rozi 2016 yılı 8 ayının 4 günü. Yalqın bəgən kitaplarının hammasi da mana shundaq chiroyliq so'zlar bor. Har qanday bir ishning biri hikmati bo'ladi deb bugungi kunda Yalqınның asarlarini sizlarga o'qib berib o'tiribdim. Ulug' Allah Yalqınni va Yalqınga o'xshash barliq sarkilarimizni o'z panohida saqlasin. Ma'qul amsa kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh. Nima degan hayvatlik chiroyli manzara. Tushdan keyin havo ancha yaxshi bo'lmaydi degan. Haqiqatan havo o'zgarishga boshladi. Odatda qishda mana mush yoqlarda qor teyilimiz. Qor bo'lmagan vaqtda atrofdagi yerlarni aniq ko'rish yana boshqacha. Shundoq chiroyli tog' gullari o'sib ketibdi hamma yerda. Shulardan biroz ko'rsatay. Ustab ketdim.